Baron 3-qismi tayyor. Qaysi filmni qayta suratga olishni xohlardingiz? Birinchi filmim 1,5 oy ekranga chiqarmagan. Kino emas deyishgan, muhabbat sinovlari. Agar hayotingiz film bo'lsa, uni qanday nomlardingiz? Mahalladan chiqqan millioner bo'lsa Yosh rejissyorlarga maslahatingiz? o'zlaringga savol berilaring, mana shu kinoni olayotganda bu 4 ta odam ko'rarmikin tomoshabinni? Hozirgi paytda zo'r kino olish uchun qancha mablag' kerak deb o'ylaysiz? Juda katta mablag'larga hech kim ko'rmaydigan kinolar ham hozir olinyapti. Rustam Sagziyevning eng katta xatosi nima? Men xotinimga bermagan gulni hurmat qilgan aktrisamga olib borib beraman. Ba'zi filmlar tugaydi, lekin uni ko'rganingizdagi keyin hissiyotlar siz bilan qoladi. Shunday sanoatda, kino san'ati sohasida, za kadrda, ya'ni orqa fonda ishlaydigan inson bilan bugun suhbatda bo'lamiz. Kinosferaning bugungi mehmoni millionlab auditoriyaga ega bo'lgan, kinomanlarning sevimli o'sha qalblardan joy olgan taniqli rejissyor Rustam aka Sagziyev. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'linglar. Alaykum assalom. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. ko'rganimizdan Rozilik nihoyat. Juda ko'p kutdik sizni kelishingizni, to'g'risi. Yoshingiz haqida va biografiyangiz haqida boshlasak, shu yoshingiz haqida unaqa ma'lumotlar kam ekan juda ham. Deyarli. Necha yosh berasizlar? O'shandan kelib chiqib juda yosh ko'ramiz. Bir 50 plus minus menimcha. Shunaqa. Shuna atrofida. Ha, demak, aytgisi kelmaydi o'zingiz. Yo, endi xuddi e'lon berayotgandek bo'lib qolaman-da. Yoshimni aytsam, ha, yoshini aytyapti. Nima balo, yana bir narsaga da'vogarlik qilyaptimi degan anaqa bo'ladi-da. Uylanmoqchiman. Chunki hani o'zlarini tanishish saytlarida yoshim bunaqa yoshda mamlaqa anaqam bor, bilimim bor, bunday yozib qo'yishadigan anketalarga bir ko'zim tushib qoldi. Tushunarli. Biografiyangiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz, yoshligingizdan boshlab. Toshkent shahrida o'sha Taxtapilliman. Taxtapilda o'sha Sharshara degan joy bor. O'shaning pastida Xoncharbog', hozir oldin Mevazor bo'lgan Xoncharbog' deb nomlanadi. Hozirgi mahalla nomi. O'sha mahallada tug'ilganman. Otam O'zbekfilm kinostudiyasidan boshlab shu kino sohasida umrlarini bag'ishlagan insonlar, kinemexanik bo'lganlar. Onam injener ekonomist bo'lganlar, ikkalovligi ham o'tib ketishdi. Endi uyda bir ukalarim, men eng katta farzandman, ukalarimga ham o'zim, singillarimga, ukamga o'zim bir eng katta akadek bir anaqa bo'lib qolganman. O'zim o'sha yerda 119-o'rta maktab tugatganman. Undan keyin Sankt-Peterburg kinematografiya institutiga o'qishga ketganman. O'sha fakultet экранных искусств deydi, o'sha rejissura игрового кино. Bitta fakultetni bitirib, приборостроение, keyin ikkinchi mutaxassislikka o'sha fakultet экранных искусствga kirib rejissurani o'rganganman. Endi bu yerda asosan aksariyat holatda diplom o'z yo'liga, odam bitta narsani o'zi uchun tushuncha hosil qilar ekanda, ota-onadan uzoqroqda bo'lgan farzand birinchi navbatda bilimdan tashqari eng asosiy faktor nimada? Mustaqil qaror qabul qilishga o'rganar ekan. Men shunga o'rganganman. Endi ani boshqacha tilda aytganda bizni ota-bobolarimizdan qolgan yaxshi naqllar bor. Nima deydi? Anaqa musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan. Bar musofirchilikni ko'rgan odam menimcha o'zi o'sha mashaqqatlarni mana shu vujudi bilan his qilgandan keyin hayotda og'ir yengilni o'zi mustaqil ko'radi. Undan keyin qanaqadir haqiqatda qaror o'zini qo'lida bo'ladi-da, qaysi ko'chaga ketish. O'shanda qaysi ko'chani, qaysi yo'lni tanlasangiz, o'sha yo'l sizga yo'l boshchi bo'lib, o'sha yo'ldan ketasiz. O'shanga men o'shanda o'zimni anaqamda shunaqa his qilganman, lekin bitirib kelib albatta ustozim Shuhrat Abbasovda ancha muncha o'sha amaliyotda ta'lim olganman.
filmlar olganman, hamkorlikda ko'p filmlarimda menga rahmatli ustoz badiiy rahbarlik qilganlar. Ssenariydan tortib aktyorlar tanlashi hammasiga nimaga e'tibor qilishlarini o'rgatganlar. O'zbekni ichki haroratini, qadriyatlarini, koloritini ko'rsatishdan hech qachon qo'rqmagan, uyalmagan deb mana shu gapni ko'p gapirardilar. Endi o'zlarining filmlarida ham mana ahamiyat bersak, shu mahalla dudu gapda ham bir chapani, o'zbekona ruhiyat bor-da. Endi kimlardir u ideologiya odamlarni eski hovlidan qulay do'mlarga ko'chirish ideologiyasi turibdi, tubida deb bir xil gapirishadi. Lekin o'sha qanaqa olingan, ichida qanaqa bir muhabbat liniyalari bor. Otaga, onaga bo'lgan hurmat, tik qaramaslik ko'ziga, mana shu butun bizning qadriyatlarimizda bor narsalar o'sha filmda bor. O'shanga avloddan avlodga bu film qaysidir ma'noda bizaga ham bir kino ijodkor sifatida ibrat bo'lib keladi va albatta xalqimizga ham qachon qo'yilsa maza qilib ko'rishadi shu filmlarni. O'shanga shu qisqacha o'zim haqimda. Sizni aka-ukalaringiz, singillarim bor deyapsiz. Ular ham kino sohasidami yoki boshqa yo'nalishda? Ukam, yo'q. Bitta singlim medsestraligini bitirgan, u turmushga chiqqan, o'zini oilasi, nabiralari bor. Endi uyda nevaralariga qarab o'tiradi. Eri ishlatmaydi. Avaylaydi, ya'ni ishlatmaydi deganda qaysi ma'noda? Avaylaydi. Yaxshi. Ukam o'zini kasbi bor. Fotolar oladi. Sahal yaqin kasbimizdan. Endi fotolar oladi, bog'chalarda, maktablarda mana shuni vinyetkalar qilib, mana shu yo'nalishni o'ziga olgan. Yana bitta singlim bu shu mahallani anaqasi bor-ku, mahalla qo'mitasida ham ishlaydi o'zini. Turmushga chiqqan mahallasida, o'sha yerda xizmatda. Bolalari ham yaxshi. O'sha Amerikalarda ishlaydi. Endi eng kattasi men o'zimni oilam, farzandlarim, ikkita o'g'lim, bitta qizim bor. Qizim uzatilgan, bitta o'g'lim uylangan, ikkinchi o'g'lim uylantirishim kerak endi. Mana shunaqa bir qismatim ham bor bo'ynimda, otalik bo'lishim. Shuni shu yil shuni reja qilib yuribmiz. O'sha aytdingiz, Rossiyaga ketgansiz o'qishga. O'zi nimadan boshlangan kinoga muhabbat yoki kinoda men o'zimni ko'rdim degan narsa? Bilasizmi, bizning uyga adam o'zbek filmida ishlaganlarida juda dasturxonlari bor inson bo'lganlar-da, Shinavanda. Endi o'sha davrda shunaqa bir mashhur aktyorlar uyimizga mehmon bo'lib kelardi. Adam chaqirib mehmon qilurardilar. Ularning suhbatiga, ular bilan suhbatga tashna bo'lganlar. Ular ham kelardi. O'sha eski mahallamizda suv bor-da, Sharsharani bu yoq tomonda suv bor. Suvni bo'yida tapchanlar bo'ladi-yu, o'shanaqa karvatlar bo'lgan. O'shalarda chaqirib o'shalarni bir mehmon qilardilar. Keyin ular o'zligi ham ozgina bozor qilib kelib suvini bo'yida o'tiraylik deb mana qilishgan. O'shanda endi baribir otamni oldiga kelgandan keyin men xohlaymanmi yo'qmi xizmatda bo'laman, choy damlab kelaman, oldini bundoq bir tozalayman. Juda mashhur odamlar. Endi Namba Rahimov, Razoq Hamrayev, Hamza Umarov, Ergash Karimov, mana o'sha yana kimlar, o'shani hattoki o'sha paytda ayol kinoda o'ynaydigan aktrisalar ham kelib o'sha yerda o'tirib ketishardi. Hurmat qilib, opa deb mehmon qilardilar oilasi bilan. Endi baribir odam qiziqadi, kino haqida gaplashadi, boshqa. Endi kinoda ishlaganlardan keyin endi o'zbek filmga qanaqadir tadbirlarga borardik. Mana hozirgacha bor o'shani bolalar archasiga borganingizda ham o'zbek filmida boshqacha o'tardi. Endi kinolarni ko'rganingizdan keyin, o'sha muhitda katta bo'lganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi, shu muhitga barib tortadi ota kasb. Men otam rejissyor bo'lgan emas.
kinemexanik bo'lganlar, o'sha murakkab syomka sexini o'sha начальник ham bo'lganlar. Endi dublyajda ham ishlaganlar. Undan tashqari передвижной киноустановка deyiladi. Mana shu har xil lagerlarga, sanatoriylarga shu mashinaga ortardikda kino qo'ygani borardik. Oddiy kinoproyeksion apparatdan kinoni qo'yib ko'rsatardik. Hovlilarda bo'ladi-yu yozda. Oldin endi hozir unaqa narsa yo'q ketdi. Hozir anaqani proyektor yoqasiz, kompyuterga ulaysiz chiqib ko'radi. Oldin lentani mana shunaqa qilib o'tkazardi. Hozirgacha bir ko'p joyda gapiraman, 5-6 ta shu kinoproyeksion apparatda ko'zimni yumib turib o'sha lentasini mana shu qilib zaryadka qilib bera olaman. O'rganganman endi. Aytmoqchimanki, men kinoplyonkaning hididan boshlab kinoga kirganman. O'sha xonimga ham singib ketgan deb o'ylayman. Necha yoshli bo'lgansiz o'shanda? Shu boshlab 13-14 yoshimdan kinoni ichidamanda. O'g'illaringiz haqida gapirdingiz. Adashmasam, qaysidir o'g'lingiz sizni sohangiz bo'yicha ketgan? Mani katta o'g'lim shu narxo'z xalq xo'jaligini bitirgan, o'zini yo'nalishida bankda ishladi, sotoviy kompaniyada ishladi. Hozir ham endi ishlayapti. Shunaqa yo'nalishda kichkina o'g'lim, shu o'ylantiraman degan o'g'lim anaqa san'at oliygohini bitirdi. San'at oliygohi o'sha rejissura, televizor rejissurani bitirib, keyin VGIKga kirdi. Bizada VGIK filiali bor, shu Moskva xalqaro anaqada. O'tdi, rejissyorlikni o'qidi, 2 yillik kursda. Uni bitirdi, hozir endi bitta serial oldi, roliklar olyapti. Xullas, katta filmlarga ham sekin-sekin kirishga harakat. Mani filmlarimda anaqa o'zimda ham assistent bo'lib, olingan materiallarni harflarga joylashtiradi, ko'zi pishadi, yuradi. O'zini fikri bor, sekin-sekin chiqib keladi, xudo xolisa. Undan ko'nglim to'q. Sizni baribir tanitgan Muhabbat sinovlari film bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qismi. Hech o'sha filmni 3-qismini olish niyat bo'lganmi? 3-qismini olish niyati bo'lgan o'shanda. O'shanda ozgina tushunmovchiliklar bo'lgan. Rosa ko'p odam tushgan-ku. Rasman pulimni sanaydiganlar ko'payib qolganda. Yo'masa to'g'ri katta pul kelgan, lekin u yerda komanda ishlagan. Komanda ishlaganda taqsimlanganda o'sha muhabbat sinovlaridan keyin o'zimga bir tomorqaga ozgina yer olganman, to'rxonali uy olganman. Buni yashiradigan joyi yo'q. Hozirgacha o'sha filmni orqasidan erishgani hamda o'sha uyda yashayman. Shu hamma kinodan toshib ketgan joyim yo'q, lekin men bo'lishishni bilaman-da. Komandam bo'lsa o'shalar bilan birga baham ko'raman. Unaqa odamlarga 4 tanga berib qo'yib, o'zingga 1000 so'mni yoningga solib qo'yadigan zamon emas. Hozirgi zamonda bunaqa narsani tushunmaydi yoshlar. O'zimda yaxshi bir ishni pulini ham yaxshi berib, ishni ham talab qilaman o'zimning sohamda. Aktyor bo'ladimi, aktrisa bo'ladimi, operator bo'ladimi, qayerdadir yangi suratga olayotgan aktyor aktrisalarga albatta unaqa katta gonorar berilmaydi. Chunki to'g'risini aytaman, misol uchun mening filmlarimda rol o'ynaydigan aktrisalar, orzu qiladigan darajadagi aktrisalar juda ko'p. Aktyorlar ham yoshlar. Men xursandman shunga. Nafaqat menda, mana shu ko'pchilik ko'p yoshlar san'at oliygohida o'qiydigan yoshlar filmda o'ynayman deb orzu qilgan rejissyorlar qatoridaman. Bitta men emas, endi men ham o'shalar qatoridaman. Bo'lsam kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki ko'pchilik kelishadi. O'shanga prioritetda birinchi darajada film pul topish bo'lmaydi-da. Mashhur bo'lish bo'ladi. O'shanga men senga chiroyli rol qilib beraman, aytganimni qilasan. Ular ham pulga talashmaydi, anaqa qilmaydi. Lekin qayerdadir shu yulduzlardan foydalanaman. Qayerdadir
manimcha manchalik ko'p eksperiment yangi chehralarni chiqargan rejissyor bo'lmasa kerak. Men buni qo'rqmasdan ayta olaman. Hozirgacha yangi filmlarimda har doim bo'lmadi deganda bitta yangi chehrani olib chiqaman. Bo'lmadi deganda. Shunaqa. Demak, pul bo'yicha qanaqadir tushunmovchilik bo'lgan Muhammad sinovlari 3-filmini olinishdi. Tushunmovchilik bo'lgan ozgina Samandar bir intervyularda ham aytgan, men sahar kimnidir fikriga uchib qoldim deb anaqa qilgan, hozir temadan uzoqlashib ketdik. O'shanda ozgina pul masalasida kelisha olmaganmiz. Samandar aka bilan. Samandar bilan kelisha olmaganmizda, keyin mayli shu proyekt to'xtay qolsin deb anaqa qilganmiz. Keyin yillar o'tib o'zi keldi. Aka, mana men homiy topdim, shuni davomini olaylik. Keyin endi u paytda o'zimda shashtim tushib ketgan edi u filmga nisbatan, chunki boshqa filmlarim chiqqan, men boshqa filmlarim u film menga omad olib kelgan film. U filmni hech qanaqasiga men bir yomon demayman, lekin hozirgi filmlarimga solishtiradigan bo'lsam, professionalizm nuqtai nazaridan bu yer bilan osmondek farqi bor. Endi o'sha vaziyatda o'sha film dolzarb bo'lgan, yoshlarning ko'nglini topa olgan o'sha muhabbat liniyasi bilan biz o'shanga baribir yaxshi film qaysidir ma'noda. Shunaqa mish-mishlar eshitgan ekanmiz. Menimcha xato bo'lsa kerak. Hozirgi gaplaringizdan kelib chiqib muhabbat sinovlarini olinishi, yakunlanishi paytida Rustam Sagdiyev o'zini uyini sotib yoki kira qilib filmni yakunlagan degan gaplar eshitdim. Yo'q. U birinchi filmda uyimni sotmaganman, garovga qo'yganman. Ozgina garovga qo'yganman, lekin bunaqa juda katta emas edi risk. Lekin o'rni bor edi, bir ikkita mulkim bor edi, o'sha narsa bilan bo'lsa ham yopib yuboraman agar kuyib ketsam deb. O'sha pulim yetmagandan keyin kreditga bitta Matiz olgan edim. O'shani telefilmni bazasida montaj qilardikda, o'sha montajyorga zadachi qo'yib ketardim. Men bundan keyin ulaysan, men bu dubldan, men bunisini olasan, men plandan men bu dublni olasan deb men hozir kelaman derdimda. Mashinam qizil yonib yotardi. Shunda bismillah deb kechqurun ko'chaga chiqardimda, mana shu telefilmdan chiqib birinchi qo'lini ko'targan klientga to'xtab, amallab olib borib qo'yib, ozgina benzin quyib, yana boshqa klientga borib, keyin ko'chada kechqurun kechasi nima sotsa, ani qo'rilgan kartoshkalar sotardi. Bir kun bittasini rohatgacha olib borib qo'yganman deb. Rohatda yaqin qo'rilgan kartoshkalar anaqalar sotadi bozorchada. O'sha yerga kirganman deb, o'sha esimda bor. Endi pulim o'sha kartoshkaga yetadi, zapravka qilib olishga, keyin sigaret montajyorga o'shani olardim deb qaytib kelib, benzinim bor, qornim to'q. Mana ham sigareting chak deb davom ettiramiz deb mashina qilib ishlardi u. Tiyinni tiyinga qo'yib ishlaganman. Mashina qilib chiqqanman. Endi lekin uni ham o'zgarishiga ashti bor deb o'ylayman. Hozirgi paytda zo'r kino olish uchun qancha mablag' kerak deb o'ylaysiz? Sizningcha? Yo'q, menimcha bu minimalda aytishim mumkin, lekin har doim mablag' hal qilmaydi. Chunki juda katta mablag'larga hech kim ko'rmaydigan kinolar ham hozir olinyapti o'zbek kinosida. Shu men ko'p afsuslanaman shu narsaga. 20, 30, 40, 50 milliardlab kinoga ishlatishadi. Hech kim ko'rmaydi shu kinolarni. Bu bor tendensiya. Shuni gapirsa sal yoqmay qolasiz. Endi bor deyish kerak-da. Men taka bo'lsin, suti bo'lsin deyman-da. Mablag'i ko'raman deb mayli amallab ana qilsa bo'lar ekan-ku, nimadir qilsa bo'lar ekan-ku deb harakat qilib olaman o'shani. Lekin hali men unaqa bir 15-20 milliardlik darajaga chiqib kino olganim yo'q. Vaholanki o'shanaqa film olayotgan ko'p hamkasblarimdan kinoda ko'proq, kattaroq ish qilganman deb hisoblayman-da. Buni men nima deydi, bir alamdan gapirayotganim yo'q, menga farqi yo'q. Men
nima deydi, hamma o'zini rizqiga yarasha oladi. Qachondir menga ham o'sha kattaroq summali kinolar bo'lar. Kinoda qanaqa katta summa bo'lsa, men uni kinodan yechib olib tomorqa qurmayman. Yo o'zimga ro'zqish qilmayman. Men nima kino qilgan bo'lsam, tekshirsa ham hech narsa topa olmagan. Sababi o'sha baronda ham juda katta tekshiruvlar bo'lgan. Qaysi puliga bu mamlakat chetda artistlarni olib kelib o'ynatdi deb. Mana shu bilgan ko'pchilik. Ana o'shanda katta anaqa qilganman deb, azartniy igrokman. Mana shu yangi olgan mashinamni ham sotib, o'sha Rossiyani aktyorlariga unga berib chaqirganman deb o'ynatganman. Menga birov gaplashib olib kelib bermagan. O'zim gaplashib, tushuntirib, ishontira olganman-da. Ya'ni mana shu rolda sizni ko'ryapman deb. Har doim shu Gasan Mas'udlarni ham hammasini o'sha Kan Urganch o'g'li o'sha trend payti zo'r kelgan shu kinoga. O'shani qizim menga tanlab beruvdi. Kim olsammikin shu Turkiya desa, mana shuni ko'ring, shuni hozir hamma qizlar yaxshi ko'radi. Nimaga desam, xotini kuydirgan buni. Chunki qizlar ashina deyishgan, men u kinoni ko'rgan emasman. O'zim bironta seriyasini ko'rmaganman. Kontaktga chiqib gaplashganman. Taxminan qanchalarga kelgan Rustam aka? Umi? Kan Urganch o'g'li. Kan yo'q, qancha Kan o'zi bir haftalik syomkasi $40,000 degan, lekin men rol tanlasam, men aytganman, unaqa puli yo'q deganman. Bo'lmasa menga yoqqan rolni bersan, keyin kelishamiz degan. O'sha rolni bergandan keyin endi hammasi kurugum-bigum anu biznes klass biletlari bilan 34 ming dollarga kelgan. Uni 34 mingga uni gaplashish o'zini qiyin. Misol uchun Misrda 7 kun syomkada bo'lgan bo'lsa, Toshkentda 8 kun bo'lgan. Mana shu pulni ichida. Hammasi o'pshi hisobda. Yo'q, birinchi 20 ming berganmiz edi, keyin menga kelganda unaqa pulimiz yo'q, oxirigacha o'ynab ket deganda, men nima qilsam oxirigacha olib boraman deb pulini ham gapirmagan. O'zimiz shu biletlarni anaqasini qilganmiz, kelgan. Men aytdimki, men sen unaqa katta pul so'ramading deb kelganda shunda o'tirganimizda so'raganman, gaplashganman. Birga bir o'tirganimizda aytgan. Meni otamni degan ikkita zavodi bor degan. Kino men eng yaxshi ko'rgan kasb degan. Lekin to'g'ri, qadrimni ham yerga urmayman. Lekin yaxshi rol bo'lsa, qayerdadir men ham sahar bir pog'ona pastga tushaman. Juda bu sani kinoyingda to'g'risi men pul uchun o'ynamaganman dedi-da. Men mana shu rol uchun o'ynaganman dedi. Hozirgacha yozib turamiz, Kan bilan yaxshi yigit. Bir kun bittasi Turkiyaga bordi-da, o'ta yaxshi ukamiz. Aka dedi, onam operatsiyaga kirib ketadilar dedi. Rak bo'lgan ekanlar, onalar. Mana shu oxirgi anaqa bilmayman qanaqa chiqadilar. Shu aktyorni yaxshi ko'rardilar. Shu xursand qilmoqchiman. O'sha bilan rasmga tushish olib borib tashkil qilib bering dedi. Men aytdimki, ularni qiyin anaqasiga kirish, mayli men harakat qilib ko'raman. Endi iltimos qildim, chiqib yozdim. Yozganimdan keyin bo'ldi dedi, mana shunaqa ayol xasta ekanlar, onaxon. Men bilasan, sen hech qachon bezovta qilmayman. Bitta sen bilan suratga tushirib, o'g'li xursand qilmoqchi desa, bo'ldi, menga kelishsin dedi-da. Qayerdadir syomkada ekan, chiqdi, rasmga tushdi, ikkovimiz gaplashdi. Shunaqa xursand, hali onaxon o'zimni onamni balki qoyillatib qachondircha xursand qilmagandirman farzand sifatida. Bari o'zimga tanqidiy ko'z bilan ko'p qarayman. Lekin onam degandan keyin men yo'q bo'ldi dedim-da. Shu bilan mana shunaqa holat bo'lgan. Bir marta yo'q demagan. Orzularini ushaltirgan ekansiz. Orzuda emas, balki operatsiya qilgan. Endi bu kasal bilasiz-ku. Saraton. Endi yaxshi kayfiyatda kirsa ham baribir anaqa.
shunaqa xursand bo'lib ketgan haligi yigit. Endi men o'zim o'ylamadim, u turk aktyorlariga yaqinlashmagan degandim, yozsam yo'q bo'ldi ko'zim degan. Shunaqa xursand rasmga tushib jo'natgan, onam sizni duo quvvat tiladi, bo'ldi, salomat bo'lsinlar, sog'ayib ketsinlar deganman. Rustam aka, o'sha Kant Urganch o'g'liga bizni Alisher Uzoqov ovoz berishni o'rganib qolgan edi. O'sha filmda boshqa aktyor, dublyaj aktyori ovoz bergan. Uni o'zingizlar oldindan kelishganmisizlar? Faxriddin Shamsimatov. Yo'q, men Alisher Uzoqovga berdirganman ovoz. Menda dublyaj rejissyorim aytganki, Alisher ovozi serialda yaxshi, hammani qulog'i o'rganib qolgan. Yo'qmasa Alisher ovoz berib ketgan. Yosh ko'rinib qolyapti deganda, katta ekranda degan. Xo'p, nima qilamiz deganman. Men endi Alisher shundoq ketdi. Alisher bechora pul ham olmagan bu narsaga. Endi bu yerda dedi, Alisher sizni ukangiz, yaxshi ko'rgan aktyorlaringizdan bittasi. Anaqa qiling degan. Anaqa kelib ketgan badiiy kengashdan. O'zbek kinodan kelganda serialda ovoz bergan. O'zbek kino mana pul bersa kelib nazorat qilib turadi-da. Qanaqa ketyapti, qaysi etapda kino ketyapti, o'shani nazorat qilib turgandan keyin ovozlarni ham ko'radi. Ko'rganda, "Menmi shunaqa aktyorlarni olib kelib o'ynatibsiz? Menga Alisher ovoz tushmaganda, men Alisher butun serialda ovoz bergan bu bolaga, hamma qabul qilgan. To'g'ri, endi bu serial emas-ku, debchi endi badiiy kengashi bitta a'zosi, yoshi katta odam, mashhur odam, otini aytolmayman. Asabimni buzgan. Keyin nima qilamiz deganimda, dublyaj rejissyor aytganki, bunga Faxriddin Shamsimatov tushadi degan. Faxriddin Shamsimatov dublyaj qirollaridan bittasi. Men ko'p filmlarimda qahramonlarga ovoz bergan. Keyin uni ovozi ham nima deydi, narxi jihatdan ham arzon turmaydi. U hammaga ovoz beravermaydi, lekin yaxshi obrazlar bo'lsa ovoz beradi. Aqli bor aktyor hisoblanadi, ham ovozi ham o'ziga yarasha o'sha obrazda kerak bo'lsa yashab bera oladi-da. O'shanga Faxriddin Shamsimatovni to'xtab, Faxriddin chaqirganmiz. Shunaqa bo'lib ketgan. Alisher Uzoqovchi xafa ham bo'lganlar. Yo'q, men tushuntirganman. Yo'q, Alisher o'zim ukam, u xafa bo'lmaydi-ku. U xafa bo'ladigan ish emas, bu ijod-ku, jarayon. Yo'qmasa Alisherni o'zim chaqirganman, o'zim tanlaganman. Alisher deb ular o'rtoq qilib qo'yganman, chaqirganman. Ha, videolarni ko'rdim. Alisher kel, sanani kel. Alisher deb rosa yaxshi ko'rgan. Alisherning ovozini o'zi yoqtirgan ekanlar. Shu ovoz bersin degan. Filmlaringiz orasida minimum byudjet bilan maksimum daromad olib kelganlar bormi? Umuman eng foyda keltirgan filmingiz qaysi siz uchun? Minimum byudjet bilan maksimum daromad olib kelgan Muhabbat sinovlari, Kelgindi kelin. Shunaqa desa bo'ladi. O'zingiz kutganmisiz o'sha Kelgindi kelin shunaqa wow bo'lib ketishini? Yo'q, wow bo'lishini kutganman, bunaqa darajada bo'lib ketadi deb o'ylamaganman, lekin zo'r bo'lishiga ishonganman. Qaysi filmingizni eng ko'p byudjet ketkazgansiz, Rustam aka? Endi men ketkazganman desam noto'g'ri bo'ladi. Endi o'zim pul tikib olgan kinolarim ko'p bo'lgan, lekin eng katta byudjetli filmim bu menimcha Baron bo'lsa kerak. Baron. Taxminan qanchalar bo'lgan? Agar sir bo'lmasa. Yo'q, ana oxirgi birinchi Baron hozir o'zbek kinodan pul olganimizda, endi hozir kulvorasida aytsam, yo'q deysizlar. O'sha paytda o'sha dollar qiymatiga chaqiradigan bo'lsangiz, $320,000 atrofida, 350,000 ga ham bormaydi-da, dollarga chaqsangiz. O'sha ham yetmagan, bar aktyorlarni o'zim olib kelganman. Endi shuncha pulga men ikkita davlatga borganman. Undan tashqari Surxondaryoda, Oqtoshda hammasi komandirovka, Termizlarda olganman. Juda ko'p. Men hayronman, qanaqa qilib bu pulga bunaqa kino olish mumkin deb hozir ishonmayman. Barakali pul bo'lgan ekanda. Ikkinchisi sal ko'proq ketgan, Rossiya bilan hamkorlikda olingan $1,150,000 ketgan. Bu ikkinchisi. Endi hozirgi kunda O'zbekistonda endi ikkinchisida qarang qancha yulduzlar bor, 5 ta davlatda olingan.
bizada hozir kinoda bunaqa byudjet o'yinchoq bo'lib qoldi katta filmlarda, lekin men aytamanki, yaxshi ham bizning prezidentimiz kinoni bir san'at turi sifatida yaxshi ko'radilar. Kinoga juda qattiq e'tibor qildilar. Qilib kelyaptilar. Milliardlar beradilar. Kinochilarning gapini eshitadilar, hurmat bilan qaraydilar. Mana tirik tarix degan yo'nalishda mana kinolar qilinglar, o'zini tarixini bilsin avlod deb shunaqa bir vazifalar qo'ydilar. Milliardlar beryaptilar. Endi to'g'ri, birinchi filmlar olindi, hozir ham olinib kelyapti. Meni ham chekim bir anaqa tushuvdi. Buyuk adibga hozir negadir to'xtab qoldi, bilmayman nimaga. Baronni 3-qismini olamiz, trilogiyasini degan gap bo'lganda. 3-qismi tayyor. Yo'q, syomka qilinmagan. Yozilgan, endi uni o'sha ko'rinmas front jangchilari deyman, bizani o'sha xavfsizlik xizmatini shu kuratorlari borda, bizani kino bu ideologiya baribir. Ideologiya qanaqadir yaxshi ma'noda kuratorlari bo'lishi kerak. Ijodkor ijodiy jarayonda birinchidan erkin ishlashi uchun, ikkinchidan zamon bilan hamnafas, zamonda dolzarb bo'layotgan vaziyatlarni o'sha organ xodimlari, MVD, SGB, prokuratura bular hammasi yaxshi bilishadi-da. Qanaqa xavf bo'lsa, qanaqa tahdidlar bo'lsa, o'shanga baribir o'shalarni ideologiya yo'nalishi bo'yicha ishlaydigan o'zini boshqarmalari bo'ladi, har bittasini. O'sha boshqarmalarda mana jinoyatlar bo'lsa, qanaqa jinoyatlar bo'lsa, o'sha ommalashib ketayotgan jinoyatlarga qarama-qarshi bir immunitet hosil qiladigan ideologik material tayyorlash kerak. Badiiy film, hujjatli film. Shu badiiy film o'sha kiber xavfsizlikka bag'ishlangan 3-baron. Endi juda qattiq action darajasida yozilgan, vahimali, mana shu odamni qadab qo'yadi ekranga, shunaqa yozilgan. Endi bu kichkina mablag'li kino emas-da, hozir ular qo'lda turibdi, hozir faqat shu nima deydi, dabrosini kutyapmiz. Qachonki bo'ldi boshlaylar deyishgandan keyin albatta bu o'tdan ustanovka beriladi, aytiladi, o'sha o'zbek kinoga xat tushiriladi, boshqa davlatga mablag' ajratilgandan keyin boshlanadi. Ko'z ostingizga olgan aktyorlar sostavi ham bormi? Bor. Kimlarligini ayta olasizmi? Ayta olaman. Ko'z ostimga olganlar ko'p. Endi Sergey Bezrukov, xudo xohlasa, gaplashib qo'yganmiz. Rozimi o'sha? O'ynaylar, xudo xohlasa. Endi kino olinsa o'ynaylar. Bu eksklyuziv yangilik bo'ldi. Endi bu Rossiyadan bunaqa. Turkiyadan ham bor. Mashhur aktyor. Burak emas. Yo'q. Mashhur aktyor bor. U bilan ham kelishib qo'ygansizlar. Og'zaki gaplashganmiz, lekin qiziqish bildirgan. O'zimga yoqadi o'sha aktyor. Anaqa Mabodo Chuqur serialida chiqqan aktyor emasmi? Aras Bulutmi? Aras Bulutni men juda yaxshi ko'raman haqiqatda. Uni filmografiyasida juda ko'p filmlarni ko'rib chiqdim. Ana shu aktyorni olaman deb reja qilib qo'yganman. Endi nasib qiladi. Chunki niyat to'g'ri. Albatta. O'zbek aktyorlaridan-chi? O'zbek aktyorlaridan o'sha bizning shu Farhod Mahmudov, Dilnoza, Javohir Zokirov. Javohir o'zbekda nima deydi? Eng zo'rlaridan hammasi demayman-ku, eng zo'rlaridan 3-4 tasi o'ynaydi. Qolganlari konkurensiyada turadi. Chunki u Baron proyekti bu xalqaro proyekt. Xalqaro proyekt bo'lgandan keyin
albatta o'zbek aktyorlari, o'zbek obrazlari ularni fonida yo'qolib qolishi kerak emas. Shuning uchun eng Kerak bo'lsa kuchlilar. birinchi darajada bo'lishi kerak. O'shanga zo'rlardan chaqiramiz. Endi ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi. Hozircha sir yangi chehralardan ham olib chiqaman albatta. U mani nima deydi? Rejamda eng prioritetda turgan proyekt. Baribir bu hozir podkast chiqqanda ham u tashkilotda ham ko'rishadi. Yana gapirdingmi deyishsa, ha, gapirdim, nima qildik? Tezlashtirib. Taxminan nechinchi yilga chiqadi? Xalq kutyapti bu kino. Albatta. Chunki oxiri shunaqa anaqa bilan, hayajon bilan tugatilganda uni ikkisida. Uchi juda vahimali. Uchi ko'p narsaga nuqta qo'yadi. Gasam Mas'udni olaman o'sha anaqani Salohiddin o'ynagan. 2027-larga premyera bo'lishi mumkinmi? Yo'q, 2000 oldin syomkani boshlayman. Agar syomkani boshlasam, bo'ldi, o'shanda ayta olaman. 2026 boshlaymanmi, 27 boshlarman balki. Lekin mana shu yuragimning tubida shu filmni olish bor. Demak, sevimli filmlaringiz ham bittasi ekan. Juda men uchun bu nima deydi? To'g'ri, men nima deydi? Men aytmayman, Rustam Sagdiyev bo'lishimda bu film sabab deb. Yo'q, endi bu ham qanaqadir yana bir boshqa pog'onaga chiqishda o'zimni ijodiy mahoratimni ko'rsatishga harakat qilganman. Lekin tomoshabinga yoqman. Albatta. Chunki men bunaqa janrda kino olmaganman. Da'vogarlik ham qilmayman. Har doim aytaman, men o'sha romantik, melodrama, komediyalarni rejissyorman deyman-da, nuqul oldindan vahimali kinolar chiqib keladi. Keyin men bu Baron filmini adashmasam o'sha diskga ham chiqib ketganda, piratskiy varianti. Bu tarqalib ketishiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz, Rustam aka? Endi bilasizmi, bunga ehtiyotsizlik deb o'ylayman. Chunki bu filmni tasdiqlashda bir ikkita jiddiy lavozimli odamlarga berilgan o'sha paytda. O'shalar oilasidan qaysi biridandir chiqib ketgan, lekin hozirgacha men topolmayman. Endi uni men qidirmayman ham. Noto'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Bir tomondanchi o'sha Baron filmini chiqib ketishi ham xayrli bo'lgan ekan deyman. Chunki vahima bo'lib ketib qolganda, men o'zim qanaqa davralarga kirib borsam boshqacha hurmat bilan kutib oladigan bo'lishganda, jiddiy odamlar meni o'zimni tanimaydigan, o'rnidan turib quchoqlash ko'rishadigan darajada bo'lib ketib qolganman. Yo'q, men tanimas edim. Endi ular ko'rgan, qattiqdir intervyu berganman, xuddi eski tanishdek. Yo, bir tomondan xursand bo'lasiz, chunki sizni ijodingizni qadrlayapti, tan olyapti. Shu bilan o'zimni ko'nglimni taskin toptirganman. Lekin menimcha mablag' tomonlama jiddiy zarar keltirgan. Mablag' tomonlama agar zarar keltirgan, albatta, mashinalarimni sotib qo'yganman, ancha yurganman. Mayli, gap unda emas. U shunaqa narsa bo'lish kerak ekan, bo'ldi. Bu ham bir intellektual mulk, bir kun o'zini anaqasini beradi, qanaqadir hosilni. Xuddi shu kabi Sotqin filmini ham agar davomini ishlash varianti bo'lganda, Farruh Soipovni rolini kimga bergan bo'lardingiz? Sotqin filmini u ham qanaqadir tugallanmay qolgan yakuni. So'rovsizda. So'ramas, endi o'tda tugallangan. O'ldirib ketadi. Mana misol uchun Farruh kirib kelyapti uyiga, o'zini ko'rsatmaganman. Ramziy ma'noda birinchi onani ko'rgan yilida qanaqa edi? Oxirida ona bitta o'zi qolgan. O'sha daraxtlar, qurigan daraxtlardan sarg'aygan barglar to'kilyapti-da. Bu ramziy ma'noda. Uy quridi, uydagi nur yo'qolgan. Tushunyapsizmi? O'sha onani bundoq qarib ketganini qarang, bundoq qarayotganlar. Bu nuqta emasmi chiroyli? Biz lekin ikkinchi qismi bo'lganda ko'rardik. Qanaqa holatga olib kelib qo'ygan o'sha farzandlar. Misol uchun bu umrini xazon qilish deydi. Shunaqa yechim kinoda har doim oxirida menda ko'p bo'ladi. Assalomu alaykum.
hayot go'zal, bixay achon bilan tugaydi ko'p filmlarimda, happy end bilan, lekin bunaqa filmlarda ramziy yechim qilish kerakda. O'sha men o'ylaymanki, o'sha nuqta qo'yilgan, o'sha onani holatida bechara bolani ana tepadan qopda bayolib hamnaqa sepib turgan qo'llari orqaga tursam aka bo'ldimi degandek. Yo to'xta, men o'sha narsani ko'rishim kerak oxirigacha. Sayyor opa bunaqa turgan. Sayyor opa men yaxshi ko'rgan aktrisam, juda yaxshi ko'raman. O'sha Milliy teatrda eng zo'r daho aktrisalardan bittasi. Hali aytaman, nuqul anu mukofotlar chiqqanda Sayyor opamni qidiraman. Men shu aktrisani tengdoshlariga xalq artistlari berishdi. Sayyor opam ulardan kam joyi yo'q. Otini aytmayman, ko'pchilik. Men hammasini hurmat qilaman. Sayyor opam ham xalq artisti ana mukofotiga allaqachon arzigulik bo'lgan san'atkorda. Sayyor Yunusov bu nuqul aytaman, Sayyor opam oldilar, Sayyor opam oldilar. Shu Sayyor opam olsalar, men hattoki Sayyor opam O'zbekiston xalq artisti bo'lgan kunlari, o'sha kunlarni ko'raylik, ilohim. Men xotinimga bermagan gulni hurmat qilgan aktrisamga olib borib beraman. Jahongir akamga ham aytganman, turmush o'rtoqlarim. Shunaqa bir, chunki men nima deydi, yaxshi ma'noda bolельщикman-da u aktrisaga, u zebuni sonli, u ayolni sahnada talqin qilayotgan obrazlar, Sayyor opam g'iliba, daho aktrisa. O'zi kim belgilaydi shu xalq artisti Yo, unvonini endi berishni? komissiya bor tepada, vazirlar mahkamasida ular belgilashadi. Endi tavsiya ham bo'lish kerak-da. O'ylaymanki, o'sha teatr rahbariyati mana shu bizni eng anaqa aktrisalarimizdan debchi, kerak bo'lsa o'sha aktyorlarning ro'yxatini berayotganda ijro qilgan rollardan ozgina bir portfolio qilib berish kerak-da. O'sha komissiya ko'rish kerak deb o'ylayman. Sayyora Yunusova men davlatning siyosatiga hech ham qarshilik joyim yo'q. Bunga bir noto'g'ri qilishyapti ham demayman, men bilmayman, lekin men faqat o'zimning fikrimni rejissyor sifatida aytamanki, ham rejissyor ham tomoshabin sifatida aytamanki, Sayyora Yunusova bu allaqachon O'zbekiston xalq artisti bo'lgan, o'sha maqomga arzigulik ish qilib bo'lgan aktrisa deb hisoblayman. Ilohim inshaalloh olsinlar, ularni ham suhbatga chaqirib, shu mukofotlar bilan tabriklash bizga ham nasib qilsin inshaalloh. U unaqa aktrisa yo'q O'zbekistonda. U ishoning, bir payt o'sha Sora Eshonto'rayevalar bo'lgan, mana hozir mana Saida opam bor, zo'r aktrisa. Men Muqaddas opam, Ra'no Yarashevalar bor. Gap yo'q, ularning hammasini o'zining o'rni bor. Zo'r aktrisalarimiz ko'p. Bu Mehr opalar, Muqimiy teatrda, Muhabbat opam, Abror Hidoyatovda misol uchun juda ko'p aktyor aktrisalarimiz bor, lekin mana hammasi deyarli mana xalq artistlarini olishdi, lekin Sayyor opamga navbat kelgandir. Sayyor opam olish kerak bo'lgan san'atkor deb hisoblayman. Keyin Farruh Soipov haqida gapirdik. Hozir ham aloqangiz bormi? Farruh Soipovni ko'rib qolsam ko'rishaman. Dadasi bilan gaplashib turaman. Farruhni juda hurmat qilaman. Qalbi ochilib, tafakkuri shu yo'lni tanlagan. Men Farruhni hech ham muhokama qilmayman. Farruh meni nima deydi, omadli filmlarimni talantli aktyorlaridan biri. Farruh nima desa ham baribir Farruh Soipov rol ijro etgan kinolar tele ekranlardan tushmaydi hozirgacha. Yaxshi, talantli bola. Juda to'g'ri yo'lda. Men uni har doim hurmat qilganman. U juda bir o'ziga toza yurgan, bir haq yo'lda yurgan yigit bo'lgan. Xudoni biladigan, hech kimni nima deydi, hech kimga bir qattiq gapirib ozor bermaydigan yigit bo'lganda, chumoliga ham. Endi shunaqa tabiatli odamlar bo'ladi-ku. O'shanga Farruh Soipov qachon ko'rsam, o'tbitda ko'rib qolsam ham bag'rimga bosib quchoqlashib ko'rishaman. Farruh meni hayotimda bir og'ir vaziyat bo'lganda qattiq turib bergan joyi ham bo'lganda,
hech qachon unutmayman. Biz sizga o'zingiz ishlagan aktyor aktrisalarning ism familiyasini aytamiz. Siz xayolingizga birinchi kelgan ular haqidagi so'z ta'rif berib ketasiz. Qisqagina. Birinchisi Ulug'bek Qodirov. Ozgina dangasaligi ham bor. Talantli aktyor. Kerakli joyda urib ketadigan. Manzura. Haligacha o'zini qidirayotgan xonanda. Samandar. Samandar Hamroqulov juda talantli so'z ustasi, xarizmatik aktyor. Men o'ylaymanki, Samandar hali kinodagi eng zo'r rolni o'ynamadi deb o'ylayman. Lola Yo'ldosheva. Lola Yo'ldosheva bu unikal shaxs. Lola juda kreativ, talantli ham xonanda, ham aktrisa. Murod Rajabov. O'zbek san'atini Louis de Funès. Yulduz Rajabova. O'zbek kino san'atini ekstra go'zal aktrisasi. Johir Zokirov. Bu devi bor san'atkor. Allohdan yuqtirgan unga. Shunaqa deb bilaman. Bunaqa aktyor o'ziga xos o'zbek kinosini Al Pachinosi. Dilnoza Kubayeva. Eng yaxshi ko'rgan, eng go'zal aktrisa desam bo'ladi. Ya'ni filmlarimda hamkorlik qiladigan, hattoki men yangi filmda ham shuni chaqiraman. Bosh rol Dilnoza uchun yozilgan, anchadan bir kinoda o'ynaman. Dilnoza aytaman, bu o'zbekni qoramagiz, xalqona go'zallikka ega, hech kimga o'xshamagan xarizmasi bor aktrisa. Bilmayman, Dilnozaga ham bir Xudo yuqtirgan san'ati bor-da. Tomoshabin yaxshi ko'rib qovuradi uni. Istaralari juda issiq. Assalomu alaykum deb ham bo'ldi-da Dilnoza. Samimiy kulgi. Dilnoza men bilmayman, Dilnozadagi aktrisalar juda kam. Yo'q, noto'g'ri gapirdim. Dilnozadagi aktrisa yo'q. Oskarga o'zbek filmlari ham yuborilyapti. Nomzod sifatida. Siz o'zingizni qaysi filmlaringizni o'shalarning orasida Oskarga munosib edi degan filmlaringiz bormi? Yo'q. Men filmlarim orasida unaqa film yo'q. Demak, Oskarga intilmaysiz ham. Yo'q, hali unaqa film olmadim. Shunaqa desam to'g'ri bo'ladi. Hammasi olindi demak. Hozirgi kunda o'sha qaysi loyihalar ustida ishlab boryapsiz? Kutilayotgan premyeralar haqida gapirsangiz. Bu yil yangi filmlarga harakatim bor. Bu film nomi Kuydirgi. Komediya, yangi zamon Z avlodni bir vakili haqida. O'shani tarbiyasiga bag'ishlangan bir komediya film. Qiziqarli. Dilnoza Kubayeva bosh rolda u filmda. Z avlodni kim gavdalantiryapti? Z avlodda hozir 2-3 ta kandidat bor. Hozircha o'sha bitta film oldim men, Samarqand afsonasi degan Sarvar Bek Mahkamov degan juda talantli aktyor. Men o'zim uchun ham kashf qildim. O'zini rubrikalari bor, bloklari ham bor. O'zi san'at oliygohini bitirgan aktyor. Zo'r aktyor. Haqiqatda juda talantli. Mana shu birinchi marta bitta aktyorga kino bo'yicha eng ko'p tekst tushgan ham shunda bo'ldi. Samarqand afsonasi degan fantastik komediya suratga oldim. Premyerasi bo'lib o'tdi, yana premyera qilamiz baribir. Shu endi hozir kino mavsum emas-da. Mana ham ko'pchilik futbol bilan band. Yoshlarimiz mana o'qishlarga kiryapti. Hozir kino ko'ngliga sig'maydi hech kimni. O'shanga bunaqa paytda filmlarni chiqarib bo'lmaydi. Uvol bo'ladi-da. Shu avgust oylarida bismillah deb 2 ta filmim chiqadi ekranga. Ikkalovini ham bittasini yil boshida boshlagan bo'lsam, ikkinchisini yil oxiriga olganman. O'tgan yil, bu yil endi chiqadi. Kino baribir 1 yil. Anaqa bo'ldi. Ikkinchisi Bedarak Respublika prokuraturasi bilan hamkorlikda detektiv triller. Voy, yaxshi ko'raman. Juda vahimali premyera qildim. Prokuraturadan aytishdiki, o'sha matbuot kotibi akadim, kino uzun bo'lib ketibdi dedim. Soat 12 minut bo'libdi dedim. Sal qisqartiraylik dedim. Qisqartirmoqchiman. Ekranda odamlar o'tira olmaydi, charchab qoladi dedim.
bunaqa desam yo'q iltimos premyerada qisqartirmang keyin anaqa qilaverasiz dedilar. Hayot aka Shamsiddin bo'pti dedimda endi yarim zal odam chiqib ketsa man g'alati bo'laman deb siqilib qolaman dedim. Aka qo'yavering yomon kino bo'lmagan lekin dedi. Bo'pti dedimda premyera qildik. Manda panoramani 2000 talik 1900 talik zal bo'lsa tepasida balkoni bor bilasizlar. O'sha balkonda kinomexanik o'tiradi bir 5-6 ta kresloda. O'sha yerdan shundoq zal tepadan kaptizdek ko'rinib turadi. Ekranga qaryapman, pastga qaryapman. 2 soat o'tdi. Ekranga qaryapman, pastga bir ko'zim tushib qoladi. 2 soat 50 minut o'tganda kichkina bolali bir 2-3 ta ayol chiqib ketdi. Tushunasizmi? Mana shu 95% tomoshabin qadalib ko'rib o'tirdi. Nimaga? Keyin reklamasini men treylerini qo'ydim Instagramga 77 mingmi, 80 mingga yaqin prosmotr bo'ldi. Meni o'zimda Munisa Magomedda 200 qancha mingga chiqib ketdi. Prosmotri ham yaxshi bo'ldi. Teaser juda intriguющий edi, qiziq. Birinchi marta shu treyler endi o'tda yangicha uslubli qo'llaganmiz. Uni filmni ko'rganda o'zingizlar ko'rasizlar-da. Ozgina shundoq qoldirdingizmi shunda 3 soati bilan? Kesmadingizmi? Yo'q, baribir ekranga ozgina kesaman. Kesadigan joylar, lekin baqirib yubordi tomoshabin. Men 3 soat 12 minut birinchi marta bu rekord. Bir xil kinolar bor, 1,5 soat ham odam chidamay chiqib ketadi. Bir chiqib ketgan bo'lsa, yolg'on bo'lmasa bir 10 ta kichkina bolali ayollar chiqib ketdi. Shartlik uchun chiqib ketgan. Endi bolalar hojatga chiqadi boshqa. Shu. Mana lekin tomoshabin qadalib o'tirdi-da. Men kutmagan edim bunaqa bo'ladi. Men Samarqand afsonasidan ko'p narsa kutuvdim. Negadir kutilmaganda ma'lum filmimda yetim nima bunaqa bo'ldi. Samarqand afsonasida ham yaxshi bo'ldi, lekin unda umuman vahimali bo'lib ketib qoldi. Men kutmagan edim. Chunki birinchi marta murojaat qilyapman bu janrga, keyin ichida yashirmayman, ozgina sho'xlik qilgan joyimiz ham bor. Sho'xlik qanaqa? Xalqi tilida ozgina bir ikkita so'kadigan so'kishlari ham bor. Endi bu ham me'yor doirasida unaqa janiq emas. Shunaqa bir so'kadigan joylari bor. Chunki hozirgi aksariyat kinolarda chetda bor. Hayotda reallikka xos kino bo'lgani uchun, real hayot shunaqa bo'lgani uchun ozgina bir shingil o'sha salbiy antagonist qahramonlarning tiliga shunaqa bir so'kadigan anaqalar qo'shib qo'ydik. O'shalar bilan qiziqarli, ishonarli chiqdi-da. Uni ko'rishinglar kerak-da, lekin ko'rganlar hammasi shok. Haqiqatda bu film ko'pchilikni shokka tushirdi. Hattoki aytishdiki, barondagi kino bo'pti degan gaplar ham bo'ldi. Men o'zimni film bo'lgani uchun maqtayotganim yo'q, odamlar tilidan menga nisbatan aytilgan gap, ya'ni qanaqa qilib ssenaristim zo'r bo'lganda o'sha ikkita film. Detektiv janrida o'zunchalik o'zbek kinolari kam. Bir ikkita endi chiqib qoldi. Men bir narsani qo'rqmasdan aytaman, prokuratura sohasida bunaqa vahimali kino hali olinmagan. Sizni ham rejangiz bormi shuni horror janrida film olish? Umuman sizga yaqin bo'lmasa kerak. Yo'q. Men bilasizmi, menda o'zimda format bor. Men aytaman, ota-ona farzandlaridan, farzandi ota-onasidan istihola qilmaydigan oilaviy kino olaman deyman-da. U qanaqa janrda bo'lishidan qat'iy nazar bilan detektiv olamanmi, ekshon olamanmi? Farzandlar ota-onasi bilan birga ko'rayotganda uyalmasin, ota-onalar farzanddan uyalmasin. Har xil anaqa bir sahnalar qilmayman men. Yaqinda shunaqa qaror qabul qilindi, badiiy kengash tarqatib yuborildi. Amalga oshdimi yo'qmi bilmayman bu narsa. Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi? Siz kino olgansiz, montaji bitgan, hamma narsa tayyor bo'lgan, lekin badiiy kengashdan ko'p joylari kesib tashalgan yoki umuman chiqarishga to'siqlar qo'yilgan.
bilasizmi, men bu yo'nalishda futbol tilida aytganda eng ko'p chempion bo'lgan komanda Braziliya bo'lsa, eng ko'p badiiy kengashda kalta yegan ijodkor mustaqil O'zbekistonda men bo'laman. Kinolarim taqiqlangan, o'tini kes degan narsalar bo'lgan ko'p filmlarimda. Birinchi filmim 1,5 oy ekranga chiqarmagan. Kino emas deyishgan, muhabbat sinovlari. Hattoki o'sha paytda Toshkent shahar hokimigacha aralashgan. Bu yoshlar ko'radigan kino. Murat Muhammad do'st o'zbek kinoda rahbar bo'lganlar. Keyin qo'yib berganlar, faqat nomini o'zgartirasan deganlar. Hozir Muhabbatjon edi filmning nomi. Keyin muhabbat sinovlarida Murat aka qo'yib berganlar. Keyin Murat aka bilan oxirani Hamza ishdan ketayotganlarida ham o'zbek kinoda shu bolaga kino bera olmadim, ulgurmadim shunga degan ekanlar. Men xursand bo'lganman, chunki Murat aka devona ijodkorda, o'zini tabiati bor. Zo'r narsalar yozadilar, lekin mana Jahongir akani yaxshi ko'radilar ko'proq. Jahongir Qosimov bilan ishlaydilar. Ularning asarlarini ko'proq Jahongir aka ularga nima deydi, uslubi yoqsa kerak deb o'ylayman-da. Qaysi filmlardan qatlari kesib tashlashni so'rashgan? Iloji bo'lsa aytib bersangiz, o'zingizga yoqqan joyi bo'lgan u joy. Bab ijodkor uchun menimcha bu senzura juda ham yig'lamagan filmimdan ishtoniga siyib qo'yadigan joyi bor. O'shani kesib tashlang degan. Do'qchimdan urganda siyib yuboradi. Shim kiyib olgan, endi qiz bola shimda turibdi, u bola-ku. Bu qiz bola ishtoniga siyib qo'yapti. Qanaqa shuni ko'rsatasan? Ha, bu bola-ku deyapman-da. Bu voqmada unaqa bolalar vajohat anaqa qo'rquv. Uradigan alkash, pul pochchasi. O'shanda keyin men bitta film olganman, Oshiqlar degan, ikkinchi nomi Jonon.uz edi. Farruh Soipov, Ulug'bek Qodirov, komediya. Oydin Yusupova, bu yoqda Dildora Hashimova degan aktrisa bor edi, u ham Koreyaga ketdi. O'sha filmni zapret qilishgan. Men aytganman, bu shaxsiy pulga olingan-ku. Deganimda, yo'q, o'zbek tomoshabiniga to'g'ri kelmaydi, bunaqa sen ikkita xalq sevgan aktyorni qiz bolani kiyimini kiyintirib qo'yibsan. Komediya-ku deyapman, janr ko'taradi. Dastin Hoffman ham Tutsi degan filmda ayol kiyimini kiyib rol o'ynagan misol uchun. Bu degani men qanaqadir bir noto'g'ri anaqani targ'ibot qilayotganim yo'q-ku, boshqa odamlarni fikri o'zgarib boshqa tanlovlar qilgan yo'nalishlarni talqin qilayotganim yo'q. Bular hiyla ishlatib oxirigacha mana shunaqa qilib nafratlanib ana qilib tashlaydi. Qizlarni tug'ilgan kuniga kirish uchun mana shunaqa yo'l qilishadi. Bu komediya bo'lsa, shu narsada juda qattiq udar yeganman. Misol uchun kelganda kelindi emas, kuyovda Farruh Soipov kiyib chiqadigan joylarimi? Shoy ko'tarib. Kelgindi kuyovda, u yoqqan, kelgindi kuyov bezuprechniy o'tgan, hech qatiga aniq qilishmagan. Hattoki dadasi xolodilnikni o'chirib qo'ying, ichida baribir nimaga aytsa, ichi baribir bo'sh desa, men qara vodoproddan suv to'ldirganda bankaga qilib qo'ygan, yurak kuyganda ichamiz deb ketadi-yu. Roza tegadigan joylari. O'sha endi tasavvur qiling, bu odamlar jim bo'lib qolganda, ozginadan keyin, pauzadan keyin qarshi chalib yuborgan. Deyarli hamma filmda pretenziyalar bo'lardi, o'tini olardi. Badiiy kengash bir xil paytdachi, badiiy kengash jallod emas, yaxshi ma'nodachi zo'r ko'rsatmalar ham beradi. Sababi mana meni ekspert kengashi bo'lardi, Dom kino bo'lardi, hozir Toshkent City'ning o'rnida. Dom kinoda xususiy kinostudiyalar olingan filmni ekspert kengash bo'lardi. Alohida Rixsoy Muhammadjonov rahmatli dramaturgimiz rahbar bo'lganlar.
o'shanda mani ijodimni ko'p kuzatgan ekanlar-da. Bir kun menga telefon qildilar-da, Rustam yaxshimisan dedilar. Assalomu alaykum, men Rixsoy akaman. Voy Rixsoy aka yaxshimisiz? Men sen hozir telefoningni olib senga qo'yaman, senga bir taklifim bor dedilar. Keyin aytaman, ko'rishaylik dedilar. Xo'p, ko'rishdim. Mana asar. Sen shuni bitta o'qib ko'rgin dedilar. Keyin men aytaman dedilar. Fikringni bilmoqchiman dedilar. Xo'p dedim, sotqin. O'qidim-da. Endi vahimaga tushdim. Mana shu bitta o'tirganda ichiga shunaqa kirib ketdimki, ishimni yig'ishtirib tashlab o'qidim-da. Telefonlarimni o'chirib qo'yib. Ertaga gaplashamiz deganlarda ertasiga o'zim qildim ertalabdan. Uyqularim qochib ketdi. Rixsoy aka, assalomu alaykum, ustoz yaxshimisiz dedim. O'qidim, nima deysan dedilar. Men haligacha ichidan chiqolmayapman, yomon larzaga keldim. Qanaqa qilib buni yozdingiz dedim, buni ichida bu asar o'tadigan asarmi dedim. Uni qo'yaver dedilar. Xullas, mashina mana shu asarni ko'zimga yetayotgan odam sen olishing mumkin, senda ko'ryapman dedi. Bu bahoda menga berayotgan bu odamning bahosi. Hazillashmayapsizmi dedim. Yo'q. Men roziman dedim. Faqat bitta shartim bor dedilar-da. Nima shart dedim. Ko'rishganda aytaman dedilar-da. Bordim. Faqat dedilar, men ham syomочный ploshatkada yuraman dedi. Voy bo'ldi dedim. Men har doim orzu qilganmanki, buyuk rejissyorlar zo'r filmlarimizdan olingan o'zbek kinosini eng katta bazasi, tarixiy bazasi bu o'zbek film kinostudiyasi. O'zbek film kinostudiyasida meni ham filmografiyasida bitta filmim bo'lsin deb orzu qilardim. O'zbek filmda tushiramiz degan bo'ldi, men orzu qilaman. O'zbek filmga tushgan, xonalar berishgan, manaqa endi boshqacha ruhiyat bo'ladi. Demak, o'zbek filmda jiddiy rejissyorlik kino oladi. O'zbek film bu buyuk darg'a hisoblanadi. Hozir kunda har xil filmlar olishadi, har xil ijodkorlar. Men uchun bu pik достижение hisoblanadi. O'zbekistonda o'zbek filmda kino olish men uchun juda katta sharaf. Bu oddiy so'z emas men uchun. Yana chaqirib bo'lsa, yana kino olishga tayyorman. Puli uchun emas, o'zbek film brendi uchun. Mana mash filmi o'sha o'zbek film tushganmanda bo'ldi deganman, yonimda o'tirardilar kresloda. Boshqa hech narsaga aralashmasdilar. Unda aktyorlarga zadacha qo'yaman, Matyoqub aka, siz ham bundoq o'ynang, uni qo'ying. Keyin kelganimda qulog'imga sekin yetardilar, Rustam, manacha sal mamlaqa o'ynatgan, anu sal o'tlab boryapti. Vaholanki u odam borib, yo'q, o'xshamayapti, mamlaqa deb ketsalar bo'ladi. Haqli u odam. Asarni ko'rib, tasavvur qilib yozgan odam. Meni ham hurmatimni hisobga olgan holda, qarang-da, madaniyatni, estet bo'lganda, Rixsoy aka, rahmatli joylari jannatimiz. Sekin qulog'imga anaqa qilib aytibdilar-da. Tushundim, ustoz dedimda, tak, anaqa o'ynay, bo'ldi, mana shunaqa qo'yaman, sredniy plan qo'yasizlar. Qo'yib ko'rdim. Nima deysiz? Bo'ldi, joyida dedilar-da. Ishonasizmi, men mana shu narsani o'zim uchun juda katta dars olganman-da shu odamdan. Men o'g'lim kino yozdirib berganda 1-2 ploshatkasiga kelib qolganman, o'tgan qarasakin shuni o'rganib qulog'iga yetganman, chiqib ketardim. Chunki men kelsam siqilib qoladi. Hozir odam aralashadi, odam oladi. Bu mavzuni nimaga ochdim? Bizda ham Zivcom platformamiz bor. Sizni filmlaringizni ko'rishni xohlardik. Oldindan bilib qo'yganimiz yaxshi bo'ldi. Balki keyinchalik. Ularda hamma filmim yo'q, kelishsak bo'ladi. Yo, shartingdan bo'lgan. Yo, men beraman. Meni filmlarimni mana xususiy kanalda mana ozgina bo'lsa ham pul beradi-ku. Endi davlat kanallari qancha beraylik demaydi, shundoq qo'yishadi. Shunda bo'lsa ham xursand bo'laman. Bilasizlarmi? Anaqa qo'ydinglar, nima menga pul bermayapsizlar, orasida reklamadan foyda qilyapsizlar debchi pretenziya qilsam bo'ladi. Keyin o'ylab qolaman-da,
bu davlat kanali bo'lsa, davlat kanali, davlatniki deyapman, mana qarang. Davlat kanali bo'lsa, odamlar oylikka ishlaydi. Shu davlat o't-bo'tim og'rib qolsa, doktorga borsam, doktor tekin, misol uchun. Davlat больницаga yotaman desam, больницалari tekin, bepul. Ijtimoiy himoyamda nimaga endi men davlat kanaliga provokasiyat qilishim kerak? Huquqimni, haqqimni talab qilib. Ular o'zi orttirib, mana sizga mana buncha aniqingiz bor, qo'yamiz, mana buncha pul topamiz deb beraman desa, yo'q demayman misol uchun. Lekin davlat kanali bo'lgandan keyinchi, mana shu davlatda yashayapmiz. Bizning tirigimiz ham, o'ligimiz ham mana shu o'zbek millatiniki, o'zbek boqadi. Bizga bir narsa bo'lsa, oxirgi yo'lga ham o'zbek uzatadi. O'shanga xalqning nazaridan qolmaslikni o'ziga odam katta oldidagi forma darajasiga qo'yib olish kerak-da. Barakamizni xatta deganda birinchi navbatda mana prezidentimizning gaplari bor. Men ko'p joyda qaytaraman, menga yoqadi. Xalqni rozi qilishimiz kerak. Men ijodim orqali ani pulni olib, o'zimni qanaqadir bir ahmoqona yo jinni sang'i bir tasavvurimdek har xil g'oya bo'lishi mumkin. Men я так вижу deb bir xil hamkasblarim aytadi. Keyin oxiri u ko'rgan narsani tomoshabin qiynaladi ko'rishga. Ko'rmaydi oxiri deydi-da, bir ikkita chiroyli so'zlarni aytib o'chirib qo'yishadi. Unga panoh pul ketadi. Men aytaman, baraka topkurlar deyman-da, o'zlaringga savol berlaring, mana shu kinoni olayotganda bir 4 ta odam ko'rarmikin tomoshabinni? Zo'r bo'lsang deyman. 4 ta tomoshabinni bunda e'tiborini tortib qo'ygin deyman. O'zingning ijoding bilan deyman-da. Endi mana men gapiraman, bu gaplarim chiqadi-ku, kimdir ko'radi, kimdir o'ziga anaqa qiladi. Chunki men ozmi ko'pmi har holda kinoteatrga mani filmlarimga odam tushgan ijodkorlardan bittasi mendek qasdi ma'noda ozgina bo'lsa ham haqqim bor shu fikrni bildirishga. Men zo'rman demayman, lekin Xudoga shukrki, millionli auditoriyam bor. Juda ko'p filmlarim million tomoshabin ko'rgan. O'shanga ham dadil gapiraman, mana shu to'g'ri bo'lgandi. Har bitta ijodkor birinchi navbatda o'zini muxlislari oldida javobgarlikni his qilish kerak. Sen o'zing tasavvuring uchun, festival uchun kino olasan, festivalga borasan, ani kim bilandir bitta o'ziga o'xshagan bitta mamlaqa bilan kofe ichib, kokteyl, nima deydi? Kofe break, manaqalar, nima deydi? Kanapelar yeb, shupli mana qilib yurishadi, ya'ni ikkita klassik muzikalar. Men borganman festivallarda. Shunaqa qilib borib, qanaqadir bir daroshkalardan baraka topkur. Tug'utkashlaringni rozi qilgan oldim, unda sen o'lsang ham o'sha sen bilan kanape yeb kofe breakda o'tirgan chet el fuqarosi seni oxirgi yo'lga kuzatmaydi. Yo uyingda bir qanaqadir bir nima deydi, ma'rakang bo'lsa, ular kelmaydi. Mashti xalq keladi. Issiq kuningda ham, sovuq kuningda ham ana mash xalq keladi. Shu xalqni ko'nglini top, ol. Mixalkov zo'r gap aytganda, 2 yil oldin kino festivaliga kelgan Toshkentda aytgan. Qanaqa kinoni festivalga olib chiqish kerak deganda, men shunga guvoh bo'l. Bilasizlarmi, o'zinglarni milliy qadriyatlarga boy film, yaxshi g'oyali filmni olib chiqinglar, o'zinglarni o'zbekliging bilan ajralib turinglar. Bir Gollivud qilishga harakat qilmanglar, sizlar o'zliginglarni ko'rsatinglar deganda. Uni ham har qanday filmlarida Rus velikaya degan narsa turadi. Bizda ham shu narsa bo'lishi kerak. Men hozir endi ozgina o'zimni hamkasblarim ayrimlariga tanqidiy ko'z bilan qaravardim. O'zimni ham ulardan kam tanqid qilmayman. Ijodimda, yurish-turishimda. Parvardigor meni ham qanaqadir
o'zim bilgan, o'zim bilmagan kamchiliklarim bo'lishi mumkin. Lekin ertalab uydan chiqib ketayotganda Xudodan so'raymanki, kimdir dilini ortib qo'ymaylarmi, o'zing to'g'ri yo'lda meni asragin. Shu Rahmonim meni tark etib qo'ymasin qanaqadir vaziyatlarda deb chiqib ketaman. Mana biz ham shu ko'ramiz, mana o'z fikrida yutdi mana bu kino deydi. Ko'ramiz, bir xil kinolarni umuman tushunmaymiz hamda, bilmadim, balki o'sha siz aytgandek soddaroq, xalqona, har bir xalqqa o'ziga mos kinolari bo'lardi. Siz o'zingiz shunaqa ko'rgan, sizga yoqqan, tomoshabinlarga tavsiya qila oladigan top 3 ta filmingiz bormi? Men Lyuk Bessonning ijodini juda yaxshi ko'raman. O'zimni bir idealim deb bilaman. James Cameron, misol uchun ko'p bunaqa rejissyorlar. Endi 3 ta filmdan bittasi albatta bu Angel A degan film bo'ladi. Lyuk Bessonning filmi. Oq-qora tasvirda olingan. Juda bir ajoyib film. Birinchi filmlardan biri. Hozir juda bir Koreyan filmlari ko'p yoqyapti. Koreyan juda ancha-muncha filmlarni ko'raman. Har doim Koreya kino chiqarsa qo'ya olmayman. Hozir syujetni kuchli qilib oladigan davlat ham o'sha Janubiy Koreya kino ijodkorlari. Janubiy Koreya kino juda zo'r o'sdi deb hisoblayman. Syujetlari original. Bekorga olmadi-ku, Parazitlar degan kinosi Oskar oldi. Lekin boshqacha yondashuv qilingan umuman. Film zo'r. Kutilmagan anaqa o'zini koloriti. Qarang qanaqa bir boshqacha kino. To'g'ri. Yana nima? Shu Koreyan kinolarini ko'rishdi. Eronni kinolari bor, zo'r kinolari bor. Gollivud kinolaridan ham ko'pini ko'raman-ku, qaysi birini men bitta anaqa web serial ko'rdim, rosa yoqdi, sevgi haqida. Landishi degan, shuni ko'ringlar. Shunaqa chiroyli film. Landishi. 2 tami mavsumi bor menimcha. Landishi. Baronga shu aktrisani ham chaqirmoqchiman. Shular. Mana mana shu filmni ko'ringlar. Mana Landishi degan kino. Mana oxirgi ko'rgan mana shu web seriallarimdan. Bu rossiyskiy shekilli. Rossiyskiy film shunaqa zo'r bo'lgan kinoni. Oila haqida-da. Zo'r. O'zbek filmlari ichidan qaysi biri eng zo'ri? O'sha ko'rganlaringiz ichida, Rustam aka. Oxirgilarimi yo oxirgilardanmi, eskilardanmi? Farqi yo'q. Oxirgilari yoki eskilari. Eski desa shu mahallada dudu gaplar boshlanadi, yangilarni yoqmaydi. Sen emas. Yangilardanmi? Umuman oxirgi ko'rgan kinoyingiz qaysi bo'ldi yoki? Yetardim-ku. O'zimniki deng. Yo'q, endi meni filmlarimni ko'ringlar. Samarqand afsonasi reklama qilyapman-da, o'zim anaqa bedarak degan filmlarim chiqadi. Ishoning zo'r yoqadi kino, zerikmaysizlar. Unga javob. Agar zerikib qolsanglar, mayli o'sha yerda aldab bizani kinosiga chaqiribdi deb izohda yozib ketadi. Biletini pulini men o'zim qaytib beraman. Rostdan hamkasblarimni kinolaridan kimni kinosi? Endi hozir eslolmayman, lekin yaxshi film. Akbar zo'r ijodkor mana. Akbar Bekturdiyevning filmlari yaxshi, misol uchun. Mana oxirgi o'zbek qizini ko'rdinglarmi? O'zbek qizini yaxshi olgan. Ulug'bek Qodirov o'ynagan Topoldiyev haqidagi o'zbek Arsloni, u kino yaxshi bo'lgan. Keyin endi hozir to'satdan miyamga kelmaydi-da, lekin ko'p premyeralarga bordim bu yil. Menga ancha-muncha filmlar yoqdi, keyin Amir Temur filmi yoqdi. Yengilmas chiqdi. Bahodir nima edi familiyalari? Boksyor. Jalolovmi? U filmni ko'rmadim, men bir narsa deya olmayman, ko'rmadim rostdan ham. Keyin Chapaqay degan kino chiqdi bu yilgi premyeralar. Jurnalistga bordim men. Yaxshimi, yoqdimi? Uncha emas. Chunki o'zim jurnalist bo'lganimgacha, amaliyot bilan kino boshqa bo'lganiga bunday qilib qarab o'tirdim-da.
Rustam aka, intervyularingizda Imom Buxoriy, Ibn Sino kabi tarixiy shaxslar haqida film olish rejada bor degansiz. Umuman Boyam aytib ketdingiz, chekimga da. tushgan deb. Umuman hozir shu bosqich boshlanganmi? Yo'q, Imom Buxoriy chekimga tushgan kino boshqa edi. Men orzu qilaman mana shu ikkita shaxs haqida kino qilish. Qaysi biri nasib qiladi bilmayman, lekin aytamanki Imom Buxoriy shaxsini juda ko'p o'rganaman-da. Bir ikkita kitoblar o'qidim. Imom Buxoriy bo'yicha bir ikkita olimlar bilan ham gaplashdim. Hozirgacha nima manba chiqsa, o'shani Imom Buxoriy bo'lsa ham narsani yashirib qo'yib baribir ko'ziga turib chiqaman. Nimaga? Juda ham chuqurlashmayman, lekin ichida ozgina yashashga harakat qilaman. Imom Buxoriy shaxsi men uchun juda bir fenomenal shaxs hisoblanadi. Avitsenaku u ham o'ziga yarasha fenomenal, u insoniyatni davolagan. Bu hozirgi kunda orzu. Orzu amalga oshishiga men o'ylaymanki, Imom Buxoriy faqat yaratganni o'zi nasib qilgan ijodkorga nasib qiladi. Balki meni hali xatti-harakatimda, ruhiyatimda u darajada poklik yo'qdir. O'shanga balki menga nasib qilmayotgandir. Men bilmayman buni. Lekin Imom Buxoriyga odam ruhan qalbi ochilib yondashish kerak deb o'ylayman, har tomonlama. Men o'zimni bir tomondan tayyorman deyman. Bu meni istagim, orzuyim. Lekin agar amalga oshirib ol qulim deb turib, kimnidir rahbari ko'yniga solib, berlaring Rustamasin deb aytvorsa, ana unda mana pogrujение deydi-yu. Asariy chekirib yashashni boshlayman, lekin u meni orzuyim. Hozirgi kunda orzu. Amalga oshadimi? Meni ijroimda yo'qmi? Uni Xudoning o'zi biladi. Lekin bitta narsani ayta olaman. Dunyoga chiqadigan kino qilishga aqlim ham yetadi shu filmni, salohiyatim ham yetadi. Uncha hamkasblarimga nisbatan menda shashtim ancha baland bu filmga nisbatan. Faqat nasiba yaratganlar. Bosh rol ijrochisini o'sha ko'z oldingizga keltirasizmi yoki bosh rol siz bo'ladimi bu kino? Yo'q, bosh rol bilan bo'ladi, lekin bosh rolda taniqli shaxs olmayman. Tanilmagan shaxsi, hech kim bilmagan shaxsi kerak bo'lsa, mana shu Al-Asqar akademiyasida kerak bo'lsa o'qiydigan talabani aktyorlik mahoratiniga o'rgatib turib keyin olishim mumkin. Tushunarli. Endi blitz savollarga o'tamiz. Tez-tez savol beramiz, tez-tez javobini olamiz. Siz ham vaqtingizni ko'polmaymiz, xudo xolasa. Qaysi filmni qayta suratga olishni xohlardingiz? Muhabbat sinovlarini qaytadan olgan bo'lardim. Shu javob kutgandim nimagadir. Shu yerda bitta savol kelib qoldi. Qaysi filmingizni olganingizdan afsuslanasiz? Shu film chiqmasa bo'lardi. Menimcha men bo'lsa kerak. Uncha Ko'nglingiz to'lmaydi? ko'nglingiz to'lmagan. Mana Ali Hamrayev degan buyuk rejissyorimiz borlar, shu degan pokoleniyasida, avloddan. Ularga meni filmografiyamdan shu film yoqqan, lekin qanaqadir men triller qilmoqchi bo'lganman-da. Bundoq qaraganda yomon emas, bundoq qaraganda zo'r emas deb o'ylayman-da, chunki yaxshi menga aniq olib kelmagan. Rustam Sagdiyevning armoni bormi? Bo'lsa qaysi? Ishga berilib ketganimdan onamlarni ko'p sog'intirib qo'yardim. Mana shu armonim. Keyin tushunganman yo'qotganimda. Oldlarga har doim bora olmas edim. Onam meni ko'rgani kelardilar, "Seni sog'indim" deb. Men alohida yashayman. Oilam bilan, onam ukam bilan, oilasi bilan yashaydilar, odamlar bilan. Mana shu onamni vaqtida ko'ngillarini ololmaganman. Otamni ham desam ham bo'ladi. Endi otam bilan gaplashib turardim. Baribir ko'prog'i onam menga ko'p rostdan ham
ko'p kuygan odam bu onam bo'ladilar. Ayolim ham emas, onam ko'proq kuygan. Qaysi mashhur aktyor yoki aktrisa bilan birga ishlashni xohlardingiz? DiKaprioni yaxshi ko'raman misol uchun. DiKaprio bilan ishlardim. Bu ham meni eshitganda ishlagisi kelib qoladi. Aktrisalar Rustam aka. Meryl Streep yoqadi. Mana bu mana shu ayolni juda yaxshi ko'raman. Bunaqa aktrisa yo'q. Dunyoda bitta. Siz ishlaydigan aktyor yoki aktrisalar ichida eng katta gonorar to'laganingiz kim bo'lgan? Yo'q, gonorarni har doim kattasini Ulug'bek Qodirov urib ketar. Anaqa o'zbeklardan. Qancha olganlar? Yo'q. Aytamiz. Kerak emas. To'xtagim kelmaydi. Mana turk so'radinglar, aytdim. Lekin birinchi marta aytdim o'shani. Hech qayerda gapirmaganman. Agar hayotingiz film bo'lsa, uni qanday nomlardingiz? O'zlikka qaytish. Chiroyli nom. Siz haqingizdagi eng adolatsiz tanqid. Tanqid mish-mishlar bo'yicha chempion bo'lsam kerak rejissyorlar orasida to'g'risi. Mendagi chempion yo'q, lekin men bilan gaplashgan odam fikri aniq o'zgaradi-da, chunki gaplashmagan odam qanaqadir mish-mishlarga tayanishi mumkin boshqa. Men bilan hamkorlik qilgan odam fikri umuman keskin o'zgaradi. Men bilan hamkorlik qilishdan oldin qanaqa fikrda edi va keyin qanaqa fikrda deb so'rasangiz, ko'pchilik studentlar ham mana shunaqa gapirishadi. Shunaqa, lekin tanqidlar ko'p bo'lgan, endi hozir mana bunaqa deyishgan, bunaqa deyishgan deb men esimda qolmayman, orqaga tashib yuraman-da. Ammo fleshkadachi kerak emas musor bo'lib yotishini xohlamayman-da. Menimcha ijodkor uchun kerak ham shu. Yo'q, albatta odam pozitiv hayotga intilib yashayverish kerak. Yosh rejissyorlarga maslahatingiz? Samimiy bo'linglar deyman. Intuitsiyani o'zingizda rivojlantiringlar, ya'ni intuitsiyani xalqqa har bir qatlamini, ijtimoiy qatlamini qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar kuzatishni bilinglar. O'shanda real kino qilasizlar. Daromadingiz film bo'lsa, nomi nima bo'lardi? Mahalladan chiqqan millioner bo'lsa kerak. Taxtapuldan chiqqan. Taxtapuldan chiqqan millioner bo'lsa kerak. Rustam Sagdiyevning eng katta xatosi nima? Xatolarim ko'p bo'lgan. Biz beayb parvardigormiz, bilar bilmay xato qilamiz. Bilib turib atidan xato qilmaymiz, lekin to'g'ri deb bilgan narsamiz xato bo'lib chiqib qolishi mumkin. Lekin hayotimizda nima holatga uchramaylik, kim unga sababchi bo'lmasin, hayotimda bitta odam bir dilimni ortib ketadi, kimdir yaxshilik qilib ketadi. Dilimni ortgan odamga hamchi nima deyman, o'sha Xitoy faylasufini zo'r gapi bor-da. Hayotingda uchragan har bir odam bu seni ustozing hisoblanadi. Hayot yo'lingda maktab bo'lgan odamlar deb bular. Mana shunaqa qarash kerak-da. Bu katta gap emas, bu haqiqatda o'rinli gap-da. To'g'ri. Siz olgan eng qimmat sovg'a nima bo'lgan? Nima edi? Mablag' jihatdan. Sovg'a o'zimga o'zimmi yo kimdir sovg'a qilgan bo'lsa? Farqi yo'q, o'zingizga o'zingizmi kimdirmi? Eng qimmati. Tesla mashina sotib oldim. Teslani yaxshi ko'raman. Sovg'a. Eng qimmati Tesla Model Y mashinam bor edi. Keyin sotib oldim, sal jo'ska ekan bizning yo'llarga. Keyin baribir mana yangi restoranga chiqqan. Yana olsam kerak-da. Olsam kerak emas, xudo xolisa olaman. Keyingi safar podkastimizga o'shanda kelishingizni Teslani yaxshi ko'raman. Biz ham sizga kichkinagina sovg'amiz bor, TVcom jamoasi nomidan. Yo'q, Arzimas ham. Promokodimiz bilan va o'zingiz initiallaringiz tushilgan promokod. Shu bilan Kinosferaning bu soni tugadi. Rustam Sagdiyev bilan bo'lgan suhbat sizga yoqdimi, yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi safar qaysi mehmonni chaqirishimizni ham xohlasangiz izohlar yozib qoldirishingiz mumkin. Men uchun bugun yana bir kashfiyot kuni bo'ldi. O'zim uchun bitta platformani kashf qildim. Xudo xolasa albatta sizlarga a'zo bo'laman, kuzataman, ko'raman
oylik qancha to'lov qilish kerak bo'lsa uni ham Hozir promokod vijdonan to'layman. Tekinga qilib beringlar demayman. Chunki o'tsa ham odamni mehnat qiladi. Xursand bo'ldim. Yana bir ekranda mani vaqtimni, qimmatbaho vaqtimni o'ziga torta oladigan yana bitta platforma borligiga. Sizga ham rahmat. Tashrifingiz uchun rahmat. Hammaga xayr. Keling, boylab bering.